bolajonlarim to'qib kelib bo'lmasa ham hamyonbop masalliqlarda ko'rinishi ham mazasi ham qimmat pishiriqlardagi osongina desert tayyorlashni o'rgataman. 100 gramm saryog'ni xona haroratida yumshatishga qo'yib qo'yamiz. Qozonchaga 150 gramm shakar, 50 gramm un, 2 ta tuxum qo'shib yaxshilab aralashtirib, 400 gramm smetana solib, yana aralashtirib, o'rta olovga qo'yib qaynab chiqquncha tez aralashtirib turamiz. Keyin qozonchani muzday suv solingan idishga solib, aralashtirib sovutib olamiz. Ustiga plyonkani tegizib yopib qo'yamiz. Orada oddiy xohlagan shokoladli pechenyeni yaxshilab maydalab olib, 120 gramm eritilgan saryog', 1 osh qoshiq sut solib, 3dan 1 qismini olib qo'yib, qolipga solib, presslab, xolodilnikka qotguncha qo'yib turamiz. Yumshab qolgan saryog'ga 2 choy qoshiq vanilniy shakar solib, mikserda yaxshilab oqarguncha ko'pirtirib olamiz. Qozonchadagi massani bitta mikser qilib olib, ko'pirtirilgan saryog'ga oz-ozdan qo'shib, yana ko'pirtirib olamiz. Qolipimizda solib, tekislab, ustini poyiga olib qo'yilgan maydalangan pechenye bilan qoplab olib, 4-5 soat muzlatishga, qotirishga qo'yib qo'yamiz. Bir holda mehmonni daragini eshitib qolganinglarda, kechqurun tayyorlab xolodilnikka qo'yib qo'ysanglar, ertasiga mehmonlaringiz tarankani tozalab yeb qo'yadi. Juda mazali, yengil pishiriq tayyor-da. Bay, bitta qilib yeb ko'rmasanglar bo'lmaydi. Juda mazali.